Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz xalqaro yangiliklar bilan tanishtirib boruvchi kanalimizdasiz. Bugungi lavhamizda Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi so'nggi siyosiy bayonotlar hamda diplomatik vaziyat haqida so'z yuritamiz. Ayrim manbalarga ko'ra, Eron tomonidan bildirilgan diplomatik muloqot taklifiga javoban Amerika Qo'shma Shtatlari siyosiy doiralarda qat'iy pozitsiyalar yangramoqda. Rasmiy bayonotlarda mintaqadagi xavfsizlik, yadroviy dastur va diplomatik kelishuvlar masalasi muhokama markazida ekani ta'kidlanmoqda. Eron rasmiylari esa mintaqadagi keskinlikni kamaytirish uchun diplomatik muloqot muhimligini qayd etmoqda. Tehron tomonidan muzokaralar o'tkazish va siyosiy yo'l bilan kelishuvga erishish masalasi kun tartibiga qo'yilgani haqida bayonotlar berilgan. Shu bilan birga tomonlar o'z milliy manfaatlarini himoya qilishini ham bildirgan. Tahlilchilarga ko'ra, bu kabi bayonotlar diplomatik bosim va muzokaralar jarayonining bir qismi sifatida baholanmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari tomoni esa Eron bilan bog'liq siyosiy masalalarda qat'iy yondashuv saqlanib qolayotganini bildirgan. Rasmiy chiqishlarda mintaqaviy barqarorlik, xalqaro kelishuvlar va xavfsizlik masalalari ustuvor ekani ta'kidlangan. Mutaxassislar bu jarayon ikki tomon o'rtasidagi diplomatik muloqotning murakkab bosqichga kirganini ko'rsatishini aytmoqda. Xalqaro hamjamiyat vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. Yevropa davlatlari va BMT vakillari tomonlarni vazminlikka chaqirib, diplomatik muzokaralarni davom ettirish zarurligini ta'kidlamoqda. Ayrim davlatlar vositachilik qilishga tayyor ekanini ham bildirgan. Bu esa keskinlikning oshib ketmasligi uchun muhim omil sifatida baholanmoqda. Hozircha tomonlar o'rtasidagi rasmiy muzokaralar bo'yicha aniq natijalar e'lon qilinmagan. Tahlilchilarga ko'ra, vaziyat diplomatik bayonotlar bosqichida qolmoqda va kelgusi kunlarda rasmiy manbalardan qo'shimcha ma'lumotlar e'lon qilinishi kutilmoqda. Siz eng so'nggi xalqaro yangiliklardan xabardor bo'lib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling.